Assalom obunachilar. 1 soatdan beri yuribman mana yerda. Hech nima yo'q. Uy topmoqchiman. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana ko'proq Iltimos kanalimizga obuna bo'ling. Hech yerda ana yo'q. Qishlog'im, uyim. Nextlarda bor. Qayerda bo'lishi mumkin? Ya! Ana nima balaydi? Uy topdik. Obunachilar. Uy. Umid. Zombi boş atı verin. Bir sattım ve yürüdüm uyku verip. Evet. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. Nasılsın? Gidip bana. At. Nima bo'ldi? Assalomu alaykum janob. Xo'jayin qayerda o'tirishini bilmaysizmi? Bilaman, bas shu eshikda. Manami? Ha, o'sha eshikda. O'tira. Assalomu alaykum. Ve aleyküm assalam. Menga qarang. Qurab kelyapti. Ha, bay, ayta qoldi. Va, Uy bormi sho'rda? yo'q, afsuski qolmadi-da. Afsuski ertalab kelsak, kecha bitta odam olib qo'yib, bitta qanaqa odam, bitta yigit sotib olibdi mendan. Ha. Yo'qmi? Ko'r, xonaga chiqaversak. Korotchi, xonaga kerakda uxla. Uxla debman, yasha. Mayli ko'ribman. Aytgancha mebellar bormi? Ha, mana sandiqda o'ng tarafida sandiqda to'lib yotibdi mebellar. Ha, mayli ko'rib keling shunda. Obunachilar qo'mak uy. Nima? Hech nima yo'q o'xshaydi. So'rab birinchi yastim. Nima ekan? Ama garchi shu bir balang egasi. Mana yerda ana bor ekan. Shu yerda yasasam bo'ladimi? Yasasam debman. Qanaqa yashasam bo'ladimi? Ha, ishlagancha yasha deyapman-ku. Unda garchi menda pul yo'q edi. Qanaqa pul? Bepul senga, muhimi obunachilar obuna bo'lishsa, like bossa emas. Obunachilar darhol like bosinglar, iltimos. Bilasizlarku, mana bu saxiy inson bitta xonani bepulga beryapti bizlarga. Garchi qaysi sandiqda deysiz? Ha, u o'ng tarafida. Mana otang uyda o'tirsan, tush. Tush debman. Shu boshqalarni tepib ketdik. Buni kim? Ukam bo'ladi meni. Ha. Assalomu alaykum degan. Aka, sizni kiraman. Esa salom berdi menga. Mana Ketib qoldi. Shurdanmi osmingimi? ha, senga olaver. Olyapman. Ha, olaver. Ikkita sandiq, bitta semikariya. O'nta olamiz. 20 ta olib chunki ko'p kerak. Mana ham bitta olamiz, mana ikkita olamiz. Ikkita. Yo'q. Bari shuncha. Olmaschi. Olmaysanmi? Olmasa ham olaman. Ha-da. Rahmat.
pulim bo'lgan paytda qaytaraman. Puluk bor-ku. Bu esa. Uyga balkim qocharsiz. Yo'q, shu yo'q. Barjaki. Xizmat beradi. Mayli, eshitdi. Kelmani. Böyle karvat. Ko'p joy yo'q-ku bu yerda. Bittasi to'lib qo'yaman mana shu. Vay, endi sindirsa o'zi tushmaydi, kitoblar tushadi. Chotki turdi bu yog'i. Endi qolganda sandiqqa qayerga qo'ysam bo'ladi? Karavatimni qo'ysam, sandiqni bu yerga qo'ysam. Chotki. Wow! Вообще-то терянка bo'lib ketdim-ku. Ana. Ixcham. Endi haqsan bo'la. Yetilme endi bu men. Napoyani tagida. Aytgancha bular ortib qoldi, nima qilayin? Aytgancha u kichkina edi. Yo'q, o'zi. Kitam ovoz. Sen yo'q-da? Yo'q. Bir şeysen qilasizmi? Qilaman. Polis bor davay. Qancha katta bo'lsin? Bilmasa katta, qo'rqmayman, bilmayman qancha katta bo'ladi. Anjamlar oson bo'ladimi? Ha, buni yonboshda, o'ng tarafingdagi uyda bor-ku. Ana asbob uskunalar ana shuni eng qadrli uy ana shu yerdan olaver asbob uskunalar. Ya. Ko'cha ukasining gadosi bor deydi. Xotini bor. Ha, bu yursiz. Quloq olsam. Aytgancha temirdan maqmoqchi edim. Chelak. Yaxshi ko'p chelaklar kerak. Uyda qustaqni ham yasaymiz. Yana qo'ygan narsani qo'yamiz. Uyda qusta baqirib yuyab kelamiz. Voy, ertaga yasabsan.
eshikni cho'mham havo kelmayapti. Havo. Tepaga chiqayotgan ekan. Shu qayerda bo'ladi bularni? Atrofda mana. Voy nima? Kirib berlarda jonga tegdi-da. Qayerdan ko'rsam bu ekan. Tanishni mana urug'larda boshlayapti. Uysan videoni yoqaman. Mana obunachilar bo'ldik. Endi uyga kirib dam olayım. Xo'jayinga mana chelaklar bo'ladi. Короче, nima bo'lsa ham beringchi. Xo'jayinga. Aksincha men pasport bo'ldim. Ha, esa instrumentlar joyiga qo'yib qo'y. Ha, xo'p. Suvlarim ortib qoldi. Nima qilaman? Qo'yaver, nima qilmaydi. Tuproqcha. Farqi yo'q deyapman. Meni endi sizni nima deb chaqirsam bo'lar? Ber, deya qo'y, ber. Ha, davay. Ber, qanaqa kerakchi? Men Gapir tez-tez. garajchi men uyima ketdim garajchi men. Ishlarim bo'ldi. Qanaqa seni ishing? Men garajchi bor yo'q. Davay. Uyim teparaman. Qanaqa pastga uyimga kirib oling. Dahshat chiqqana undan birdan 10 necha baholab ketinglar. Kam etib ketaman.